Xo'sh, endi forekschilarning bahonalarini ko'rib chiqdik. Ularga foreksni o'zi asli nimaligini bildik, oz bo'lsa ham. Endi keling siz bilan mexanizm haqida gaplashamiz. Qanaqa ishlaydi foreks? Mana bu masala eng qiziq narsasi. Ya'ni hozirgi paytda bizneslar yaxshi biznes bo'lgancha rivojlanmayapti. Ajoyib mexanizm qurilganligi uchun ishlab keladi. Va foreks mexanizmi bu eng ideal ishlangan mexanizmlardan biri. San'at darajasiga ko'targan desak bo'ladi. Ya'ni mexanizm haqida gaplashamiz. Foreks o'zi qanday ishlaydi? A book nima, B book nima, qayerda joylashgan va u haqiqatan ham brokermi, brokerlarimiz? Mana shu masalani gaplashadigan bo'lsak, yaxshilab joylashib oling va iloji boricha diqqatroq bilan eshiting, chunki tushunmay qolishingiz mumkin keyinchalik nima bo'layotganligini. Xo'sh, va foreks mexanizmini 3 ga bo'ladigan bo'lsak, birinchi qism foreks brokerlari sizga o'zi xohlagancha pul beradi. Xohlamasa hech narsa bermaydi. Nimaga? Buning sababi ular joylashgan joyda, ya'ni litsenziya olgan joylarga bog'liq. Ular qayerdan litsenziyadan o'tgan? Odatda 5 ta orolda litsenziyadan o'tgan bo'ladi. Bular Seychell orollari, Belize oroli, Saint Vincent va yana bitta joy, Belize, Marshall oroli, yana bir necha juda ham kichik orollar. Bularning o'rtacha aholisi bir necha 10 mingdan bir necha 100 ming aholisi bo'lishi mumkin. Ya'ni barchasi offshore fondlar. Ya'ni bu yerda, bu orollarda pul nimadan kirib kelyapti, qanday kirib kelyapti, umuman qizig'i yo'q. Va bu orollarda kompaniya audit qilinmaydi. Bu orollarda offshore fondlar juda ko'pchiligida hattoki soliq ham olinmaydi. Va mana shuning uchun javobgarlikdan qochish uchun mana shu orollar tanlangan. Ya'ni agarda forex broker sizga pul bermayman desa, siz hech narsa qila olmaysiz. Siz borib Seychell oroliga borib sudga bera olmaysiz. Va bergan taqdiringizda ham natija qanaqa chiqishi mumkin? Ya'ni siz O'zbekistondan Seychell orollariga borishingiz kerak bo'ladi, yaxshi yurist topishingiz kerak bo'ladi va Seychell orolida siz o'sha davlat fuqarosini sudga berishingiz kerak bo'ladi va o'sha joydagi sud o'z fuqarosiga qarshi qonun chiqarib berishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu deyarli imkonsiz. 99% yoki 100% holatlarda offshore fondga borib, bu orolga borib sudga berish natijasi aniq. Va qimor juda ko'p davlatlarda qonuniy. Masalan, Las Vegasda kazinoga kirib o'ynashingiz mumkin. Monte Carloda, Makaoda borib qimor o'ynashingiz mumkin. Agarda kazino pulingizni bermaydigan bo'lsa, sudga bersangiz, kazinoning litsenziyasidan ayiradi. Ya'ni kazino qayta faoliyat yurita olmasligi mumkin. Va sud sizni pulingizni olib beradi. Ya'ni sud orqali himoyalangan bo'lasiz. Lekin forex brokerlarda bunaqa emas. Ular aytganimizdek faqatgina offshore fondlarda ro'yxatdan o'tkazilgan bo'ladi va o'sha juda ham kichik orollarda bo'ladi. Va sizga xohlasa pul beradi, xohlamasa bermaydi. Lekin siz aytishingiz mumkin, yo'q, meni brokerim Yevropada ro'yxatdan o'tkazilgan, Yevropada faoliyat ko'rsatadi. Bu ishonchli broker. Va mana shu yerda brokerlar bir ajoyib mexanizm ishlatadi. Ya'ni to'g'ri, Yevropada asosan brokerlar Kiprda ro'yxatdan o'tkazilgan bo'ladi. Ya'ni Kipr bu Yevropa ittifoqidagi davlat va Yevropa regulyatorlari u yerda faoliyat yuritadi. Ya'ni nazorat olib boradi. Qancha pul berilyapti, qancha berilmayapti ko'rib boriladi. Lekin forex brokerlari bir mexanizm ishlatadi. Qanaqa? Ular agarda o'sha Yevropa brokeri yevropalik odam forexga kiradigan bo'lsa, brokerdan ro'yxatdan o'tkazadigan bo'lsa, uni o'sha Kiprdagi bo'limga jo'natadi. Lekin agar Osiyolik bo'ladigan bo'lsa, masalan, O'zbekistondan siz agar o'sha Yevropadagi forex brokerdan ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, sizni o'sha 5 ta oroldan biriga jo'natadi. Ya'ni forex brokerlari Yevropa uchun yoki Yaponiya, Avstraliya, Koreya, ya'ni regulyator kuchli davlatlar uchun boshqa tizimda ishlaydi. Osiyo, Afrika yoki regulyator yo'q davlatlar uchun o'zini xohlagancha qila oladi. Va javobgarlikka tortilmaydi deyarli. Xo'sh, ya'ni mana shu masala.
Siz Yevropada ro'yxatdan o'tkazilgan, asosan Kiprdan ro'yxatdan o'tkazilgan bo'ladi. Kiprdan ro'yxatdan o'tkazilgan brokerdan ro'yxatdan o'tganingiz bilan siz o'zbekistonliksiz. Siz baribir o'sha 5 ta oroldan biriga jo'natiladi. Va siz aytishingiz mumkin. Lekin hozirda O'zbekistonda juda ko'plab forex brokerlarini rasmiy ofislari bor-ku. Ularga murojaat qilishimiz mumkin-ku deyishingiz mumkin. Lekin yana bir masala, O'zbekistondagi forex brokerlarning rasmiy ofisi birinchidan u hech qanaqasiga yuridik kuchga ega emas. Ya'ni agarda siz tasavvur qiling, $500,000, $300,000 foyda qildingiz. Va broker aytdi sizga, "Yo'q, men hech qanaqa pul bermayman, sen qaysidir qoidani buzding" dedi. Lekin siz hech qanaqa qoida buzmagansiz. Va sizni blok qildi yoki qanaqadir pulingizni bermadi. Siz Toshkentdagi ofisga sudga bera olmaysiz. Sababi sizda orderingiz, ya'ni buyurtmangiz Seyshel orollarida. Siz o'sha yer orqali kontrakt tuzgansiz. Siz u yerga borib sudga berishingiz kerak bo'ladi. Va ikkinchidan, o'sha o'zimizdagi forex brokerlarning rasmiy ofislari, ular faqat marketingga javob beradi. Ya'ni forex brokerni O'zbekistonda o'sha ommalashtirish, ko'proq odamni registratsiya qilishga javob beradi xolos. Ya'ni marketingga javob beradi xolos. Uchinchidan esa o'zimizdagi o'sha forex brokerlar o'sha forex brokerni brendini olgan o'quv markazlar xolos. Ular dars o'tadi, ko'proq odam olib kirishga harakat qiladi. Marketingga javob beradi shu. Hech qanaqa yuridik kuchga ega emas, hech qanaqa blok tushib qolgan bo'lsa, sudga berish, mana bunaqa narsalar hech qanaqasiga amalga oshira olmaysiz. Iloji yo'q. Va ya'ni mana shu masala. Forex brokerlar xohlasa sizga pul beradi, xohlamasa bermaydi. Va siz yoki biz hech narsa qila olmaymiz. Xo'sh, endi keyingi masala brokerlar haqidagi. Xo'sh, forex broker xohlasa pul berar ekan, xohlamasa bermas ekan. Lekin bozorda biz banklar bilan savdo qilamiz. Ya'ni biz ABUKda ishlaymiz. ABUK bu banklar orqali savdo qiladigan bozor. Biz haqiqiy forex bozoriga kira olamiz degan, o'zlarini aqlli tutgan yoki yaxshi aldangan forexchilar bor. Xo'sh, o'zi ABUK nima, BBUK nima yoki gibrid modeli? Bular nimaligini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Avvalambor BBUK tushuntirib beradigan bo'lsak. BBUK bu toza qimor varianti. Ya'ni bu yerda siz va broker o'rtasida qimor o'ynaysiz. Ya'ni banklar o'zini ishini qiladi. Banklar valyutani sotib olish yoki sotish bilan shug'ullanadi va shu orasida narx biroz ko'tarilishi yoki tushishi mumkin. Bu banklar qiladigan ish. Va siz va broker mana shu narx ko'tariladimi, tushadimi deb o'zingiz tahlil qilasiz va qimor o'ynaysiz. Ya'ni bahslashasiz. Agar siz dollar kursini bayga olgan bo'lsangiz, agar u ko'tariladigan bo'lsa, siz foyda qilasiz va broker sizga to'lab berish kerak bo'ladi. Agar teskarisi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni narx tushib ketadigan bo'lsa, siz brokerga pulingizni to'lab berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda siz va broker o'rtasida bo'ladi va bo'ldi. Mana shu BBUK. Ya'ni foydani to'liqligicha yo siz olasiz, yo broker oladi. Xo'sh, endi ABUKga to'xtaladigan bo'lsak, ABUK qanaqa model? Biz haqiqiy forex bozoriga kiramiz, biz banklar orqali savdo qilamiz degan iddaolar qilinadi. Bu rostmi? Xo'sh, ABUKni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ABUKda broker zo'r mexanizm ishlatgan. Ya'ni u nima qiladi? Tasavvur qiling, bozorga o'sha brokerga regulyatori kuchli bir davlatdan, masalan, Yevropaning qaysidir bir davlatidan o'yinchi kirib keladi, forexchi kirib keladi va katta mablag'da kirib keladi. Masalan, $1 million yevroni dollarga nisbatan o'sishiga bay oldi, ko'tarilishiga oldi. Bu yerda broker nima qiladi? ABUKda broker o'zi hisobidan pulini bankka borib yevro sotib oladi. Katta miqdorda yevro sotib oladi. Va buni endi qanaqa ssenariy bo'ladi? Agarda o'sha trader analiz to'g'ri ishlagan bo'lsa, ya'ni yevroning dollarga nisbatan qiymati oshadigan bo'lsa, brokerni bankdagi pulning qiymati ham oshadi degani. Ya'ni ikkalasi ham foyda ko'radi. Va o'sha qiymati oshgan puldan
traderga beradi. Chunki to'g'ri topdi-ku. Va o'rtada traderdan komissiya oladi. Ya'ni komissiyadan foyda ishlaydi broker. Yoki buni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni narx pastga ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Misol uchun, trader buyga olganda, lekin narx pastga ketib qoldi. Ya'ni bu yerda ikkalasi ham zarar ko'ryapti. To'g'rimi? Ya'ni trader ham zarar ko'ryapti, brokerdagi bankdagi puli ham qiymati tushyapti. Bunday holatda broker traderdan pulni oladi va bankdagi shotini qo'yadi. Ya'ni zarar yopiladi va traderdan baribir komissiyasini oladi. Traderdan komissiya olinadi, spread olinadi va shunaqa komissiyalarda faqat foyda qilinadi. A-bookda brokerlar eng xavfsiz variantini ko'radi. Siz foyda qilasizmi, zarar qilasizmi, brokerga hech qanaqasiga qizig'i yo'q. U baribir o'zining komissiyasini oladi. Va sizning pulingiz hech qanaqasiga bankka chiqib ketmaydi. Haqiqiy forex bozoriga kirib bormaydi. U yerda pul brokerning shaxsiy pulidan qo'yiladi. Brokerning xavfsizligi uchun qilingan narsa. Tushunyapsizmi? Ya'ni broker o'z xavfsizligini o'ylagan holatda qilinadi bu narsalar. Va aytganimizdek, sizning pulingiz hech qanaqasiga forex bozoriga, bankka bunaqa narsalarga aralashmaydi. Bu brokerning shaxsiy puli. Gibrid modeliga to'xtaladigan bo'lsak, gibrid modeli mana shu ikkala modelni birlashtirilgani. Ya'ni A-book va B-bookni birlashtirgani gibrid model va 95 yoki 98% brokerlar gibrid modelida ishlaydi. Ya'ni agarda bozorda brokerga kuchli o'yinchi va regulyator kuchli davlatdan kiradigan bo'lsa, ularga A-book taklif qiladi. Yoki bo'lmasam yangi forexga kirib kelgan odam yoki regulyatori yo'q davlatdan kirib keladigan bo'lsa, B-book olib qo'yaveradi. Va o'sha 5 ta oroldan biriga olib qo'yaveradi. Va daromadning deyarli barcha qismini o'ziga olib qoladi. Zarar qilsa ham, bermasa ham hech narsa qila olmaydi. Xo'sh. Endi 3-qismiga keladigan bo'lsak, ya'ni broker mavzusining yoki forex sxemasining eng asosiy qismlaridan biri. Xo'sh, endi eng oxirgi broker mavzusining eng oxirgi qismlariga keladigan bo'lsak, ya'ni broker so'zining ma'nosi nima? Broker kim? Nima ish qiladi? Masalan, broker so'zining ma'nosi vositachi. Ya'ni broker sotib olmoqchi bo'lgan odamga sotadigan odam topib beradi. Sotadigan odamga sotib olmoqchi bo'lgan odam topib beradi va o'rtada har ikkalasidan o'zining komissiyasini oladi. Ya'ni brokerning ishi shu, vazifasi shu. Brokerga farqi yo'q, siz foyda qilasizmi, siz zarar qilasizmi, umuman farqi yo'q. Broker har ikki holatda ham foyda qiladi. Va qaysidir ma'noda siz foyda qilsangiz brokerga ko'proq foydaliroq bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki agarda siz foyda qilyapsiz degani, siz ko'proq savdo qilasiz, kattaroq pul bilan savdo qilasiz degani. Va brokerga uzoqroq muddatda xaridor bor, uzoqroq muddatda pul kelib turadi degani va daromadi ham ko'proq kelishi mumkin. Ya'ni siz katta miqdorda savdo qilganingizdan keyin ko'proq komissiya to'laysiz degani. Bu biroz miqdorda brokerga foydaliroq ham. Lekin biz aytdik, forexda siz brokerga qarshi o'ynaysiz. Bu qanaqasiga bo'ladi? Unda forex brokerlari brokermi, broker emasmi? Mana shu masala. Ya'ni forex brokerlari hech qanaqasiga broker emas. Uni broker deyish Amerikada taqiqlangan. Yevropa, Fransiya, Belgiya, Isroil, Yaponiyada televideniyada translyatsiya qilish, brokerda reklama qilish taqiqlangan. Amerikada jinoiy javobgarlikka tortiladi va 2017-yilda adashmasam bir forex brokeri o'zini broker deb tanishtirganda uni jinoiy javobgarlikka tortilgan. Va Amerikada federallar aralashadi. Agarda forex brokeri o'zini broker deydigan bo'lsa. Ya'ni forex siz ishongan o'sha forex brokerlar hech qaysi biri broker emas. Ular dealer. Dealer nima? O'sha kazinoga kirsangiz, siz dealerga qarshi o'ynaysiz. Ya'ni kazino vakiliga qarshi o'ynaysiz. Va fanda ham mana shunday masala bor. Akademik iqtisodiyotda mana shu narsa bor. Ya'ni broker va dealer. Broker nima? Bu o'rtadagi vositachilik qiladi. Dealer nima? Dealer bu sizda qarshi tarafingiz. Bu ikkalasi umuman boshqa masala. Va bizdagi forex brokerlarning barchasi, menimcha deyarli hammasi
Diler, broker emas. Ya'ni u sizni shunchaki qarshi tarafingiz. U bu brokerlar yoki dilerlar siz orqali bahslashadi. Ya'ni boshida aytgandek, videoning boshida aytgandek, siz bilan men bahslashgandik. Ertaga havoni ko'tarilishiga bahslashgandik. O yerda siz va men raqib edik. Forexda esa siz brokerga qarshi raqib bo'lasiz. Siz raqibingiz broker bo'ladi. Xo'sh, endi siz bilan forex brokerlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu XM forex broker o'zimizda faoliyat yuritadigan va juda mashhur forex brokerlaridan biri. Va buni endi men sizga aytgan narsalar bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak va saytga kirganingizda yozgan forexda juda katta risk bor, katta yo'qotish bor, kapitalingizni yo'qotishingiz mumkinligi haqida eslatma bergan va buni eng oxiriga tushadigan bo'lsak, yozib qo'ygan, ya'ni XM broker Seychell orollaridan ro'yxatdan o'tkazilgan va security dealer sifatida litsenziya olgan, ya'ni broker emas, dealer sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan, litsenziya olingan va aytganimizdek o'sha Seychell orollaridan. Va keyingisi Mauritius orollaridan, o'sha bu ham men aytgan 5 ta orollardan biri. Mauritius oroli juda ham mashhur offshore fondlar joylashgan orollardan biri va bu yerda ham investitsion dealer sifatida litsenziya olgan, litsenziya raqamlari. Va keyingisi Kiprdan ro'yxatdan o'tkazilgan, manzil, boshqa narsa va hokazolar. Va bu yerda ham yozib qo'ygan, o'sha bu yerda katta risk bor, yo'qotishingiz mumkin, katta kapitalingizni yo'qotishingiz mumkinligi haqida eslatma berilgan va biz mana bu davlatlarga xizmat ko'rsatmasligi haqida yozilgan. Afg'oniston, boshqa davlatlar va biz xizmat ko'rsatmaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari, mana Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Yevropa ittifoqidagi davlatlar, Eron va Shimoliy Koreya va Belize oroli, ya'ni o'sha forex broker ro'yxatdan o'tkazilgan, litsenziya olingan Belize orolida ham bu davlat fuqarolariga qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni Amerika fuqarosi O'zbekistonda bo'ladimi, Xitoyda bo'ladimi, farqi yo'q. Amerika fuqarosiga, Kanada fuqarosiga, Yevropa ittifoqi davlatlaridagi fuqarolarga xizmat ko'rsatmaydi. Xo'sh, endi ikkinchi brokerni ko'radigan bo'lsak, bu ham eng mashhur brokerlardan biri. Saytga kirib bo'lmadi, shunaqa chiqib qoldi. Xo'sh, XNES brokeri. Bu broker ham kirganda yozib qo'ygan, biz Amerika fuqarolariga Eron, Shimoliy Koreya, Yevropa ittifoqi, Buyuk Britaniya va boshqa bir qancha davlatlarga fuqarolarga xizmat ko'rsatmaymiz. Shu haqida yozib qo'yilgan. Va bu bozorda faqatgina o'sha CFD'lar savdo qiladi, leverage yuqoriligi, risk balandligi haqida yozilgan va XNES brokeri ham mana Seychell orollarida financial security dealer sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan. Ya'ni bular broker emas, dealer sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan. Seychell orollaridan va keyingisi yana bir qaysidir orollar ro'yxatdan o'tkazilgan. Ko'rib chiqishingiz mumkin, hech qayerda bu yerda broker so'zi ishlatilmagan. Yo financial service sifatida, yo investitsion xizmat ko'rsatish sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan. Ya'ni biror joyda broker so'zini ko'rmaysiz. Xo'sh, endi sizlar bilan haqiqiy broker qanaqa ishlashini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu interaktiv broker. Bu broker juda ko'p yo'nalishlarda ishlaydi, ya'ni aksiyalarda, optionsda, futuresda ishlasa bo'ladi va Amerikada forexda ham mana shu broker orqali savdolar amalga oshirsa bo'ladi. Xo'sh, bu broker qanaqa ishlaydi? Qanday ro'yxatdan o'tkazilgan va bu yerda broker so'zi ishlatilganmi, yo'qmi? Mana shuni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Xo'sh, eng pastga o'tadigan bo'lsak, bu yerda qaysi yo'nalishlarda ishlaganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Ya'ni bu broker ham marja taklif qiladi, ya'ni kreditga ishlasa bo'ladi, aytganimizdek futuresda ishlasa bo'ladi, opsionlarda ishlasa bo'ladi. Va mana bu brokerlar qayerlarda bor va qayerlardan ro'yxatdan o'tkazilganligi haqida ma'lumot. Ya'ni interaktiv broker Kanadadan ro'yxatdan o'tkazilgan va broker sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan. Buyuk Britaniya, Irlandiya va boshqa davlatlar, masalan, Gonkongda, ya'ni har birida bu yerda broker sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan. Bu yerda manzili o'sha yana va asosiy saytlari. Xo'sh, mana ko'rib chiqdik siz bilan. Bu brokerlar o'zlarining sahifasida yozib qo'yganlarini, ya'ni bu brokerlar Seychell orollaridan ro'yxatdan o'tkazilgan, Belize orollaridan, Mauritius orollaridan ro'yxatdan o'tkazilgan. Va nima uchun aynan bu orollardanligini siz bilan gaplashdik. Va o'zlarining sahifasida yozib qo'yibdi. Ular hech qanaqasiga broker emas. Ular dealer. Hozirda har birimizning qo'limizda telefonlarimizda sun'iy intellektlar bor. Masalan, Claude, ChatGPT, Gemini, yana bir qancha turlari. Yana ham o'zingiz kirib ko'rib so'rashingiz mumkin. Dealer nima? Broker nima? A-bookda broker nimadan foyda qiladi? Mana shularni kirib so'rab ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, siz bilan bu narsalarni ko'rib chiqdik va broker deyish forex brokerlardan, mana shu siz ko'rgan forex brokerlarni broker deyish Amerikada bo'ladimi, Yevropada bo'ladimi yoki
dunyoning istalgan qismida mumkin emas. Hech qanaqa turdagi rasmiy hujjatlarda yoki televideniyada translyatsiya qilish mumkin emas. Hech qanaqa rasmiy hujjatlarda va televideniyada translyatsiya qilish ularni broker deyish mumkin emas. Ular faqat mediada, Instagramda yoki o'sha YouTube platformalarida biz brokermiz, biz eng yaxshi broker, 20 yildan beri ishlab kelayotgan broker deyiladi xolos. Yoki o'sha siz ishongan forekschilaringiz sizga aytadi, bu eng yaxshi broker. Mana bu yaxshi broker, bundan foydalansangiz bo'ladi. Lekin aslida hech qaysi biri broker emas. Xo'sh, agar ular broker bo'lmaydigan bo'lsa, ular qarshi tarafimiz bo'ladigan bo'lsa. Xo'sh, endi ba'zi bir savollar tug'iladi. Forekschilar aytadi, biz moliyaviy bozorlarda savdo qilamiz. Birjalarda savdo qilamiz deyishardi. Xo'sh, qani bu yerda moliyaviy bozor? Qani bu yerda birja, qani trading? Qani bu yerda qanaqasiga bank manipulyatsiyasi bo'lishi mumkin? Bank nima qilyapti bu yerda? Foreksda siz va broker o'rtasida bo'ladi. Barcha bitimlar va bo'ldi. Xo'sh, siz bilan Forex mexanizmini yetarlicha ko'rib chiqdik. Va bu haqida hali gapiradigan bo'lsak, gap juda ham ko'p. Nima uchun Amerikada ruxsat berilmaydi? Forex brokerlariga, juda ko'pchiligiga juda ham sanoqli ishlaydi. Ya'ni Amerikada ham juda jiddiy moliyaviy inqirozga yaqinlashib qolgan narsa bo'lgan. Bu haqida gapirsak bo'ladi. Qaysi davlat yoki tashkilot Forexni trading sifatida olib chiqqan, o'zi aslida qimor bo'lsa ham, mana buni olib chiqsak bo'ladi, gapirib chiqsak bo'ladi. O'sha YouTube'da siz ko'rayotgan $100 dan $1 million qilgan bu umuman boshqa teatr. Bular haqida gapirsak bo'ladi. Ya'ni Forex haqida gapiradigan bo'lsak, hali shaxsiy hujjatlarga keladigan bo'lsak, rasmiy hujjatlarga keladigan bo'lsak, ma'lumotlar juda ham ko'p va bunaqa videolardan 4 ta 5 ta olishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun eng qisqa va eng kerakli joylarni olib chiqishga harakat qildim. Xo'sh, Forex haqida keraklicha menimcha ma'lumotga ega bo'ldik va Forex mexanizmi haqida. Lekin bu mexanizmning bir qismi bor. Ya'ni ko'rib chiqdik, Forex mexanizmi, brokerlarning ishlash mexanizmi ideal darajada. Hech qanaqa risk olmagan. Ya'ni kiradigan bo'lsangiz, masalan, xohlasa pul beradi, xohlamasa pul bermaydi. A-bookda ishlasangiz, brokerga hech qanaqa minusi yo'q. B-bookda ishlasangiz, bermasa ham sizda qila olmaymiz va ular o'zi broker emas. Ya'ni mexanizm ideal. Lekin bitta muammo bor. Bu mexanizmga qarshi bu Seychell orollaridagi offshore fondlarda ochilgan kompaniyaga qarshi kim ham borardi? Ya'ni muammo mana shunda edi. Bu mexanizm o'lik mexanizm. Ya'ni kimdir chiqib agar mana bu gaplarni gapirib sizga Forexga kirasanmi? Bizga qarshi o'ynaysanmi? Deganda hech kim bormasdi. Ya'ni bularni reklama qilish, bu brokerlarni, o'zicha brokerlarni reklama qilish juda ham qiyin masala bo'lib qolardi. Xo'sh, bu mexanizmning motori, yuragi ishlatib yuborgan narsasi nima deb o'ylaysiz? Qanday qilib Forex bunchalik ommalashib ketib qoldi? Hozirgi kunda 10 tadan 3 ta odam Forex haqida eshitgan, bilgan, masalan, yoki biror bir tanishi, qarindoshi kirgan Forexga. O'zbekistonda masalan. Xo'sh, qanday bunchalik ommalashib ketdi Forex? Nima deb o'ylaysiz?